Bu yerga kelganingizda holati qanaqa edi? Holati juda og'ir holatda edi. Oldin bemorlar Rossiyaga borardi, bu bo'yicha Yevropaga borishardi. Hozir qaytanga O'rta Osiyoda ba'zi tekshiruvlarimiz yagona hisoblanadi. Bu kresloni vazifasi nimadan iborat? Bu juda ham zo'r, sehrli kreslo. Teri yog'lanishi boshladimi? Demak, mutaxassisga murojaat qilish kerak. Bu salonda ishlaydigan kosmetologlar emas, albatta. Assalomu alaykum. Tasavvur qiling, inson tanasidagi eng katta organ bu teri. U nafaqat bizni tashqi muhitdan himoya qiladi, balki inson sog'ligi haqida birinchi signal beruvchi muhim ko'rsatkich hisoblanadi. Statistik ma'lumotlarga qaraganda, har 3 kishidan bittasi teri bilan bog'liq bo'lgan muammolarga duch keladi. Teri kasalliklari, ayniqsa irsiy dermatologik sindromlar va reproduktiv tizim bilan bog'liq muammolar ko'pincha uzoq davom etadi. Bunday holatda aniq tashxis, sabr va muntazam davolanish muhim. Markazda ana shunday kasalliklarni aniqlash uchun bir nechta yo'nalishda tekshiruvlar olib boriladi. Bizning markazimiz xalq salomatligida dermatovenerologiya va kosmetologiya bo'yicha asosiy yo'nalishlarni qamrab olib, o'z vazifasini bajaryapti. Meditsinada juda ham katta o'zgarishlar bo'lyapti. O'zgarishlar deganda yangi texnologiyalar, yangi tashxis qo'yish, dermatoskopiya, fotofinder, skanирование, bu yerda immunogistoximiya, yangi davolash usullari, bu fizioterapevtik davolash usullari, bu teri xastaliklarni davolash, kosmetologik teri xastaliklarda lazerlarni ishlatish, turli xil lazerlar eng nufuzli kompaniyalardan ishlab chiqarilgan. Bu eng asosiy shu xalq salomatligida turibdi va vitiligoda hujayralik ko'chirish yoki soch ko'chirish juda ham ko'p ishlar qilinyapti. Nima sababidan mana prezidentimiz bizga ochib berdilar. Men 9 yil oldin unaqa qila olmasdim. Mana bizga imkoniyat berdilar va shu imkoniyat orqali biza yangi texnologiyaga ega bo'lyapmiz, yoshlarimizni o'qityapmiz. Mana shu yoshlar o'qigan sari yangi texnologiyani topib kelyapti. Mana shularni olib, mana shu praktikada ishlatyapmiz. Bizni ko'rib turganlar uchun ham baribir narx-navo qiziq bo'ladi. Biz mana shu shifoxonaga borsak, muammo bilan, aynan o'sha teridagi bir muammo bilan borsak, bizning mablag'imiz yetadimi? Ya'ni aholiga qulay qilib ishlab chiqilgan o'sha summalar ham degan savollar qiynaydi-da. Shu haqida ham qisqacha ma'lumot berib o'tsangiz. Endi hozir shunaqa sug'urta dasturi bor va sug'urta dasturida ayrim bemorlar davlat tomonidan kafolatlanib keladi. Lekin bu minimal darajada keladi. Asosiy uy darajada o'sha mahallasi filial darajada oladi davoni. Agardiki bu yer keladigan bo'lsa, davoladigan bo'lsa, bizning narxlar atletdan solishtirganmiz va xususiy klinikalardan ko'ra 2-3 barobar kamroq baland emas. Chunki biz harakat qilamiz o'sha baland bo'lmasligi uchun o'sha narxlar. Bir vaqtning o'zida qancha bemorlarni qabul qilish imkoniyatiga ega ushbu markaz? Bir vaqtning o'zida, bir kun o'zida 300 ta bemorni ambulator holatda qabul qiladi va 160 ta bemorni statsionar ravishda davolasi bo'ladi. Irsiy teri kasalliklari alohida e'tibor talab qiladi. Shu sabab markazdagina dermatoz bo'limi ochilgan. Bu yerda kam uchraydigan, lekin uzoq davom etadigan kasalliklar bilan og'rigan bemor bolalar kuzatuvda turadi. O'z nomi bilan ya'ni genetik teri kasalliklari. Dermatoz bu teri degani. O'shaning uchun bu bolajonlar bu yerga o'tadigan bemorlarimiz asosan tug'ilgandan namoyon bo'ladi kasalliklar. Ko'proq kasalliklarimiz bu yerga o'tadigan bolalarimiz bu bulloz epidermolis, xalq tilida bu kasallikni kapalak bolalar deb atadi. Ikkinchi kasalligimiz esa bu ixtiyoz, ya'ni xalq tilida bu bolalarni baliqchi bolalar deb atadi. Chunki terisi xuddi baliq tangachalarga o'xshagan quruq va katta bo'ladi. Kapalaklarda esa naborot terisi xuddi kapalak terisi kabi nozik bo'ladi. Ularni ushlasangiz, so'rasangiz yoki qattiq kiyim kiyib qo'ysa yoki qattiq quchog'iga olsangiz, o'sha joylarning o'zida terisi pufayli yaralar paydo bo'ladi. O'shaning uchun ham kapalak terisi kabi nozik hisoblanadi. Bir vaqtning o'zida qancha bemorni sig'dira olish hajmiga ega? Yaxshi savol berdingiz. Mana hozir bu tarafimizda 8 ta palata, 12 ta ko'kadi. Bir vaqtda o'zida 12 ta ayrim paytlari
16 tagacha chiqib ketishi mumkin, chunki hozir palatalarga kirganingizda ko'rasiz, palatalarning kravatidan tagida yana bitta kravatga chiqib keladi. Misol uchun katta yigitli bolalar keladigan bo'lsa, masalan, ikkita kravatga ikkita polkali qilib anaqasi joylashtirsa bo'ladi. Xohlasangiz yuring, palatani bitta ko'ramiz unda. Palatalarimiz mana piktogrammaga qarasangiz bo'ladi. Bitta kravat bo'lsa, bir kishilik palata. Mana bu yerda ikkita kravat, 2 kishilik palata. Keling, mana shu 2 kishilik palataga kirib ko'ramiz. Bu 2 kishilik palatamiz. Mana ko'rib turganingizdek, palatamizda kravat tagida mana bemor uchun va qarovchisi uchun tagida mana tortilib chiqib keladi. Keyin yana tagida kravat. Xitoz bemorlarimizda, imni bulloz epidermoz bemorlarimizda terisi qurib ketadi. O'shaning uchun обязательно ulajитель qo'yib qo'yadi. Mana bemorlarimiz o'zi, ularni o'zidan o'tkazib olishingiz mumkin. Bo'limdagi kichik bemorlardan biri 5 yoshli Sug'diyona. Unda ixtiyoz kasalligi aniqlangan. Xalq orasida bu holat ko'pincha baliqcha bolalar kasalligi deb ataladi. Teri quruq, qalin, tangachasimon holatda bo'ladi. Bu yerga kelganingizda holati qanaqa edi? Holati juda og'ir holatda edi. Chunki men bu peshanalarida tangacha baliqcha tangacha holatda joylashgan edi. Sharoitlari qanaqa ekan? Men order bilan kelaman har doim ham. Doktorlarni o'zlariga ular yaxshi. Sharoitlari ham, dori-darmon berishlari ham, hamma muolajalar yaxshi. Bunaqa kasallikni nimadan kelib chiqadi deb aytishdi doktorlar sizga? Men qarindoshimga turmushga chiqqan uchun shundan kelib chiqishgan deb tashxis qo'yishgan. Sug'diyona, yaxshimisan? Holating yaxshimancha? Hech qayering og'rimayaptimi? Og'rimayaptimi? Doktorlar yaxshi qarashyaptimi? Qaysi doktor yaxshi qaradi senga? Qaysi doktor yaxshi? Qaysi doktor senga konfet beradi? Konfet ham berishadimi? Zo'r, kim beradi? Qaysi doktor berdi? Madamin doktormi? Qanchada javob beramiz deyishdi. O'sha 10 kun lichina bo'ladi. 10 kun lichinada yaxshi sharoitga kelib, yaxshi ahvoliga qaytib ketamiz. Keyin qanchada yana kelasiz? O'sha 3 oyda order bir chiqadi, 3 oyda bir kelamiz. Bu venavizor apparatimizda, значит, bemorlarni kapalak bo'lajalarimizda tomir topish imkoni juda ham qiyin bo'ladi-da. Chunki ko'rib turibsiz, ko'p joylari bintlar, hadeb yara bo'g'irgandan keyin, yaradan keyin chandudan keyin esa nima edi, tomir topish imkoniyati juda ham qiyinlashib qoladi xodimlarga. O'shaning bilan bu bilan topamiz. Bu bizani kapalak bolachamiz. Terlari nozik bo'lgandan keyin hisobiga nimadir tashqi tarafdanmi, qanaqadir kiyim-kecham yoki qattiq narsa tegsa ham yoki o'zi endi bola bo'ladi baribir, o'yin kulgi bola boshqa narsa hisobiga har kuni yangi pufaychalar chiqib qolaveradi. Bu bintni vazifasi, bu hozir bunaqa bint faqat imенно kapalak bolalar uchun chiqarilgan. Bu bintni vazifasi bolalarni terisini tezroq yaxshi qilish, ikkinchi vazifasi esa bu ham himoya vazifasini bajaradi. Xo'p, biz fizioterapiya xonadamiz. Fizioterapiya xonamizda xo'p nimalar bor? Bez kontaktli gidromassaj, ya'ni mana bemorimiz protsedura orqali bu tagida mana rezina, e'tibor bering. Tagida suv bilan massaj qilinadi. Nimaga yordam beradi bu? Bu endi bulloz epidermolizlarda boya aytdim, terisi juda nozik. Agar qo'lini, bu joyini, oyoqlarini massaj qilaman desangiz, pufaylar ko'paytira olasiz-da. O'shaning uchun shular uchun mo'ljallangan bu. Bu chesti nima edi, qon aylanishini yaxshilash uchun. Keyingisi mana bu esa 2 v 1 deymiz, uglekisllik gaz bilan ozona kabina. Bemor mana bu yerdan kiradi. Bu yerda mana bu yerda bosh chiqib turadi. Bosh to'g'lanadi. Qo'ygandan keyin protsedura qo'yiladi, 10 minut protsedura oladi. Bu hammasi mana bu ham uglekisllik gaz, ham ozona terapiya. Terini tezroq regeneratsiya qilish uchun. Mana bu apparatimiz stimulyator. Bu asosan travmatologiya, ortopediyada qo'llashadi. Ko'pchilik aytadi, nima qilyapti sizlarda bu apparat dedi. Bizning bemorlarimiz mana hozir Bobo Sherif Xushudni ko'rdingiz. Birinchi, ikkinchi qadamini bosgandan keyin oyoq tagida pufay chiqqanda, keyin bola qo'rqib qolgan. Yurmayman degan. Oyisining qo'lida 5-6 yoshgacha oyisining qo'lida kelardi. Hatto oyoqlari ishlaydi.
lekin mushaklarni ishlatavermaganiga mushaklar atrofiyalashib ketganda o'shandan keyin biz bu yerga fiksatsiya qilib qorinni fiksatsiya qilib mana bu yerga telefon qo'yib qo'yamiz bolani anaqasini chalg'itish shunda и mana shunaqa qilib yurishadi. Polixromatik svet bu Shvetsariyadan keltirilgan bunaqa apparatdan bizda 3 ta bor. Значит bu bemorga boyagi yaralari bor-ku, yarani tez bitirishga yordam beradi. Bu faqat bulez epidermolizda emas, ixtiyozlarda, boshqa liboy puzirli dermatozlarda ishlatiladi. U-laser apparat qo'yib qo'yamiz, boyagi yutinishga qiynalib qolsa. Endi buni hozirgi kunda shamollagan bemorlarga ham ishlatamiz. Bu bizning balniy terapiya xonamiz. Balneologik terapiya, ya'ni o'sha suv bilan, vanna bilan bemorlarga terapiya o'tkaziladi. Orqangizda turgan apparat uglekislik gazli, boya tepada ko'rsatib o'tdim. Bunga ko'p to'xtamaymiz. Mana bu esa suvli vannamiz. Ya'ni bemor ichiga tushadi. Agar bemor ixtiyozli bolachamiz bo'lsa, maxsus emolentlar qo'shamiz. Terini keratolitik emolentni qo'shamiz. Ya'ni tarkibida mochevinasi bor emolentlar. Hozirgi kunda biz eptodermal lineykasini ishlatyapmiz. Shuni mochevinali emolent qo'shamiz. Mana shu ko'piradi. Bola mazaq cho'miladi. 15 minut chiqqandan keyin qo'l badaniga srazi kremlar suriladi. Kapalak bo'ladigan bo'lsa, dexpantenolli malham qo'shamiz ichiga. Yoki yiringlari ko'p bo'ladigan bo'lsa, antiseptikli malhamlar qo'shamiz. Ya'ni yoki xlorgeksidin yoki mana orqangizda turgan prantasan shuni ichiga qo'shib yuboramiz. O'shan bilan bola cho'miladi. Hamma mana shu protsedurani boshlashdan oldin nimadir qilmoqchi bo'lsak, birinchi bu vanna qilinadi. Chunki krem sursangiz ham bilasiz, toza teriga krem surgan yaxshi. Shuning uchun vanna, keyin boshqa narsalar. 15 minut davom etadi. Yuvinish vositasini, maxsus yuvinish vositalari haqida gapirib o'tdingizda, mana shular bolalarni uyiga ham berib yuboriladimi? Qanaqa? Uyga borgandan keyin ham baribir maxsus o'sha yuvinish vositalarida ular yuvinish kerak? Endi mana bunaqa narsa, masalan, o'zi maxsus emolentlar beriladi. Bu yerda o'shalarni olishadi. Qolib ketsa o'sha uyga olib ketadi. Tushundingizmi? O'ziga berganini ishlatiladi. Endi agar qolmay qolsa, yaxshi savol berdi, qolmasa bu emolentlar hammasi turar joyida ham yoki boshqa joylardan bemalol topsa bo'ladigan emolentlar. Bu bekitadigan hech narsamiz yo'q. Qolmasa, mana hozir Suxudiyona 1 yilda bir marta kelsa, ya'ni uyda davom ettirish kerak-da. O'shaning uchun ular nima edi, o'ziga olib ishlatishadi. Markazda reproduktiv tizim bilan bog'liq muammolar ham tekshiriladi. Shuningdek, bu yerda gormonlar buzilishlari, infeksiyalar, bepushtlikka sabab bo'ladigan omillar aniqlanadi va davolanadi. Asosan to'xtalib o'tadiganim jinsiy yo'l orqali yuquvchi infeksiyalar bo'ladi. Bu sifilis, gonoreya, o'tkiruvchi kandilomalar, sklerotrofik lichen va jinsiy sohadagi qichmalar desam adashmagan bo'laman. Hozirgi kunda bizga murojaat qilib kelayotgan bemorlarimiz bu o'tkiruvchi kandilomalar, kontagioz mollyusk hisoblanadi. Ayollarimiz bizga murojaat qilib kelishganda birinchi osmotr o'tkazamiz. Qanaqa o'zgarishlar ketyapti? Chunki bachadon bo'yni, mana o'zimiz yaxshi bilamizki, ko'rinmagan organ hisoblangan uchun ko'pincha ko'zdan yiroq qolib ketadi. Biz kasallikni ko'proq o'tkazib yuborishimiz mumkin. Va shuni osmotr qilganimizdan keyin to'g'ri diagnostika va to'g'ri tashxis qo'yamiz. Va patsient bilan o'zaro bog'lanib, tushuntirib, bu qanaqa kasallik, qanaqa oqibatlarga olib kelishi mumkin, shularni to'g'ri tushuntirgan holatda davolashlarga o'tamiz. Endi yana bitta xususan to'xtalib o'tadigan apparatimiz bor. Bu CO2 Candela, Amerika Qo'shma Shtatlaridan keltirilgan apparat. Teri hosilalari, kandilomalar, papillomalar, suganlar mana ko'p uchrab turadi, kontagioz mollyusklar, hollar. Mana shunaqa hosilalarni olish uchun mo'ljallangan beskontakt lazer hisoblanadi. Hotel MCL'da Amerika Qo'shma Shtatlaridan keltirilgan apparatimiz hisoblanadi. Bu ayollarda va erkaklarda jinsiy zaiflikni, ayollarga xususan to'xtalsam, tug'ruqdan keyingi prolapslarda, ya'ni chanoq a'zolarini tushishida, qindagi atrofik holatlarda
va peshob tutolmaslikda juda ham samarali, noinvaziv metod hisoblanadi. Erkaklarda bo'lsa jinsiy zaiflik va prostatitlarda juda ham zo'r qo'llaniladigan va samarali effekt beradigan apparatimiz hisoblanadi. Bu muolajaga bemorlarimiz o'zlariga qulay kiyimda kelib o'tirishadi. Muolaja 28 daqiqa davom etadi. Shu vaqt davomida magnit to'lqinlar orqali qinda, muskullarda qisqaruv va bo'shashish tizimlarini apparat o'zi kontrol qiladi va 28 daqiqa davom etadi. Buni juda ham qulaylik tarafi biza rekomendatsiya qiladigan Kegel mashqlari, ya'ni tug'ruqdan keyingi Kegel mashqlarini rekomendatsiya qilamiz. Ana shu mashqlarni bitta protsedurani o'zida 10 ming martagacha zo'r qilib oshirib beradi. Yosh katta onaxonlarimiz ham murojaat qilib kelishadi, ya'ni ularda ko'pligisida peshob tuta olmaslik muammosi bor. Bu muammoni ular hammaga ham yetisha olmaydi. Ular o'zidan o'tib ketgandan oxiri bizga murojaat qilib kelishadi. Kelishgandan keyin biz обязательно ularni ko'ramiz. Pochka va sidik qopida tosh bo'lishi kerak emas. Chunki qarshi ko'rsatmalar mavjud. Ular bilan suhbatdan o'tgandan keyin agar bu muolaja ularga to'g'ri keladigan bo'lsa, muolajaga taklif qilamiz. Muolaja aytib o'tganimdek 28 daqiqa bo'ladi. Bu Davomiyligi qancha? Kunora yoki bo'lmasam haftada 2 marta kelib muolajani olishligi mumkin. 6 ta protseduradan 10 ta protseduragacha. Chunki individual bo'lgani uchun va mushaklar hammada har xil natija, обратный связь beradi. O'shaning uchun biz aytamiz 6 tadan 10 martagacha. Bu yerga qancha bo'ldi kelganingizga va qanday kasallik bilan keldingiz? Bu yerga kasallikka 7 kun bo'lib kelganimga kasal bo'lib, eshakim xalqi bilan o'sha bilan keldim. Hozir ancha yaxshi. O'sha qorin sohalarimda edi, bu yerda shifokor doktorlar maslahatlashib, sharoit qilib berish maqsadida shu palatani tavsiya qilishdi. Bu ular tilida VIP palata deyishar ekan. Tepadan menga plazmafarez tavsiya qilishdi. Juda yaxshi plazmafarezdan keyin ancha effekt bo'lib, o'sha toshmalar ancha qaytdi. Ya'ni qonni filtrlash. Qonni filtrlash ekan. O'sha hamma olgan aytgan ichim hammasini o'sha yerda yotib olib, hozirgi kunda ancha yaxshiman. Umuman endi sharoitlari qanaqa, shifokorlarni tibbiy xizmat ko'rsatish sifati qanaqa ekan? Sifat ko'p banksida yotmaganman, lekin shuni bilaman, menimcha juda zo'r. Vrachlardan tortib, o'rta tibbiy, kichik tibbiy hammasini muomalalar juda yaxshi ekan. Ovqatlari ham yaxshi ekan. O'zlari olib kirib berishadi bu yerga. Bir kunlik yotish narxi qancha? Shartnoma berishdi bu palataga 10 kunga 16 million so'm berdi. Endi u kam ham bo'lishi mumkin, ko'p ham bo'lishi mumkin ekan. Markazda dermatologik davolash bilan birga kosmetologiya yo'nalishi ham mavjud. Bu bo'limda teri bilan bog'liq muammolar tibbiy ko'rik asosida baholanadi. Akne, pigmentatsiya, allergik toshmalar, terining quruqligi yoki yog'lanishi kabi holatlarda bemorlar dermakosmetolog ko'rigidan o'tadi. Hozirgi kunda kosmetologiya muammosi bu dolzarb muammolardan bittasi hisoblanadi va hozirgi kunda faqatgina u estetika tarafdan emas, balki terini o'zini muammoli kasalliklari ham ko'p uchrayapti. Bu balog'at yoshiga yetgan, masalan, yoshlarimizda ko'p uchraydigan bu husnbuzar kasalligi eng dolzarb muammolardan bittasi. Undan tashqari pushti husnbuzar degan kasalliklar bor. Bu terida qizarish muammosi bilan murojaat qilishadi. Bu kattaroq yoshdagi ayollar va erkaklarda uchraydigan kasalliklar va ko'proq bizga murojaat qilishadi. Bizda quyoshli o'lka bo'lgani sababli terida dog' paydo bo'lish ehtimoli katta bo'lgani uchun shu quyosh ta'sirida bu dog'lar kuchayib ketadi va ko'pgina bizga murojaat qilayotgan bizning bemorlarimiz shu yoki husnbuzardan keyin qolgan dog'lar, asoratlar yoki bo'lmasa quyoshi tagida noto'g'ri yurib, noto'g'ri parvarish qilish natijasida kelib chiqadigan dog' muammosi bilan ko'p bemorlarimiz murojaat qilib kelishyapti. Bu muammolarni bartaraf qilish uchun bizning bo'limimizda, bizning markazda
aynan shu kosmetologiya bo'limi tashkil qilingan. Shu bo'limda bizda ham teri muammolari, ham yuzdagi muammolar hal etiladi va bizning bemorlarimizga kerakli bo'lgan ham tavsiyalar beriladi, ham o'zimiz shu yerda davo muolajalarini ham o'tkazamiz. Farzandida husnbuzar chiqdimi, bu balog'at yoshiga yetdi, tabiiyki bunda husnbuzar chiqadi degan gap borda. Mana shu paytda biz kosmetologga murojaat qilishimiz kerakmi yoki haqiqatdan ham bu balog'at yoshini anaqa husnbuzari o'tib ketadi, yaxshi bo'lib ketadi deb e'tiborsiz qoldirish kerakmi? Yo'q, albatta bu e'tibor beradigan kasallik, chunki husnbuzar kasalligi to'g'ri vaqt o'tib sekin kamayib yo'q bo'lishi mumkin, lekin o'zidan qoldiradigan asoratlari yomon. Bu asoratlardan keyin xalos bo'lish sal qiyinroq, bu muammo hisoblanadi. Ya'ni qanaqa asoratlar qoldiradi? Dog' qoladi va chandiqlar qolishi mumkin. Bu eng bizda hozirgi kunda eng avjiga olgan muammo, chunki bizda yoshlar hozir pala-partish ovqatlanish hisobiga o'ziga qaramaslik, parvarish muolajalarini noto'g'ri qilish, har xil kremlarni yuzga surtib qo'yish, quyoshdan saqlanmaslik, bularning hammasi shu kasallikni kuchayib zo'rayishiga va o'zidan keyin asorat qoldirishga olib keladi. Shu sababdan biz ko'p bemorlarga aytamizki, hozir targ'ib qilamiz buni bemorlar orasida. Yosh keldimi, balog'at yoshiga yetdimi bola, muammo bormi, teri yog'lanishi boshladimi, demak mutaxassisga murojaat qilish kerak. Bu salonda ishlaydigan kosmetologlar emas, albatta bu teri muammosi bo'lgani sababli buni dermatolog, kosmetolog mutaxassislarga murojaat qilib kasallikni oldini olish kerak bo'ladi. Ba'zi kasalliklarda faqat dori yetarli bo'lmaydi. Tiklanish jarayonida fizioterapiya muhim o'rin tutadi. Bu usullar og'riqni kamaytiradi, tiklanishni tezlashtiradi, asoratlarni esa oldini oladi. Ayni ushbu bo'lim faoliyati bilan ham tanishdik. Fizioterapiya bo'limi bu markazimizning yuragi deb aytsak ham bo'ladi, chunki markazda davolanayotgan deyarli barcha bemorlar fizioterapiya muolajalarini olishadi. Bu yerda vitiligo, psoriaz, husnbuzar kasalligi, neyrodermit, yosh bolalarda uchraydigan va kattalarda uchraydigan deyarli hamma dermatologik kasalliklari uchun muolajalarimiz ko'p. Bemorlarimizning qulayligi uchun shart-sharoitlarimiz juda ham yaxshi. Bu markazni Markaziy Osiyoda eng katta fizioterapiya bo'limlaridan deb aytsam ham yolg'on bo'lmaydi, chunki 20 dan ortiq apparaturamiz bor, hammasi zamonaviy. Ulardan eng zamonaviylari mana orqamizda turgan UVB kabinasi, fototerapiya kabinasi deb aytiladi. Bunda yuqorida aytilgan psoriaz, vitiligo, neyrodermit, atopik dermatit va boshqa kasalliklar ham juda ham yaxshi davolaniladi va natija olinadi. Bugungi kunda sizga eng ko'p murojaat bilan qanday bemorlar keladi? Ko'p holatlarda. Ko'p holatlarda husnbuzar, vitiligo, psoriaz, qizil yassi temiratki kasalliklarimiz, ayrim kasalliklar bu nasliy hisoblanadi. Qolganlarida qattiq stress, noto'g'ri turmush tarzi va ichki kasalliklar ham hamroh boshqa ichki kasalliklarni ham vaqtida davolatmasa, bu teri kasalliklari kelib chiqishi mumkin. O'zi mana ko'pchilik teri kasalliklari birdan namoyon bo'lmasligi ham mumkin. Qay holatda bemorlar murojaat qilish kerak o'zi? O'zida qanaqa ehtimoliy holatlarni sezgandan keyin? Avvalambor o'zi 6 oyda bir dermatolog nazoratiga profilaktika uchun kelib turish maqsadga muvofiq bo'ladi. Oddiy odam yoki sog'lom shaxs o'zida qandaydir toshmalarni, mayda toshmalarni boshlanish etapida payqamasligi mumkin. Buni qaysi birdir kasallikni birinchi bosqichi, boshlang'ich bosqichiligini bilmasligi mumkin. Buni malakali dermatovenerolog shifokorlar aniqlab, bemorga birinchi yordamni, ya'ni davolash muolajalarini yozib beriladi. Bizning laboratoriya respublikada eng asosiy laboratoriyalardan hisoblanadi, ya'ni dermatologiya ixtisoslashtirilgan va bizda teriga tashxis qo'yish bo'yicha kerakli bo'lgan va dunyo tomonidan tan olingan oltin standart bo'lgan analizlar mavjud. Ya'ni biz bemorlarga uzoq yillar davomida bir xil to'g'ri tashxis ololmay yurgan bemorlarga tashxis qo'yib bera olamiz.
Bu bo'yicha ham mutaxassislarimizni malakasi yetarli, chet ellarda malaka oshirib kelingan, Shveysariyalarda, Amerikalarda malaka oshirib kelgan mutaxassislar ishlaydi bizda. Biz chet el tajribasini o'rganib, biz o'zimizda joriy qilganmiz. Oldin bemorlar Rossiyaga borardi, bu bo'yicha Yevropaga borishardi. Hozir qaytanga O'rta Osiyoda ba'zi tekshiruvlarimizda yagona hisoblanadi va ya'ni bizani qo'shni davlatlardan, Qozog'istondan, Qirg'izistondan, Tojikistondan bizaga kelib shu analizni topshirib ketishadi. Ya'ni ularga ham qulaylik va bizani aholiga ham qulaylik yaratganmiz. Hozir mana ko'rib turibman, laboratoriya o'sha zamonaviy apparatlar bilan jihozlangan va mana shu apparatlarni olib kelinishi laboratoriyada ishlaydigan mutaxassislarga qanday qulayliklarni, afzalliklarni yaratdi? Ya'ni oxirgi 10 yil ichida biza moddiy texnik bazani shunaqa yengilladiki, bir haftada, ya'ni 7 kun davomida qilinadigan analizni hozir 2 kunda qilyapmiz. Bu ayniqsa bizaga uzoq regionlardan, viloyatlardan keladigan bemorlarga qulay, ya'ni ular topshirib bir hafta davomida kutishmagan, tezroq qilib 2 kun ichida ishini bitirib ketishligi mumkin bo'ladi. Mutaxassislarga yengilligi bu sifat darajasini oshirib berdi, ya'ni oldingi qo'yilayotgan analizlardan hozirgi juda ham katta farq qiladi. Ya'ni biza o'zimizning analizlarni dunyo miqyosida ko'rsata olamiz. Bizaga Amerikada mana bizada konferensiyalar bo'ladi, kongresslar bo'ladi va kongress doirasida chet el mutaxassislari keladi. Va men g'urur bilan ayta olamanki, bizani analizlarni ular ko'rib, va bizada ham xuddi shunaqa qilinadi, biza bilan bir xil qilinayotgan ekan deb qoyil qolishgan. Albatta bu narsalarni qilish o'zi bo'lmagan. Masalan, 10 yil oldin bizada bu haqida orzu ham qilmaganmiz va oxirgi aytganimdek 10 yil davomida bu narsani davlat tomonidan juda ham katta e'tibor ajratilganligi hisobiga ham shunchalik katta o'zgarish bo'lyapti. Avvalambor bu bizani markazimiz rahbari, direktorimiz hamda prezidentimiz boshchiliklaridagi bo'layotgan ishlarni samarasi deb bilaman. Har bir inson estetik jihatdan chiroyli va go'zal ko'rinishni xohlaydi. Buning uchun esa bugun shifokorlar bergan tavsiyalarga amal qilishingiz kerak. O'ylaymizki, bugungi ma'lumotlar sizni befarq qoldirmaydi. Sog'ligingizga e'tiborli bo'ling, o'zingizni asrang. Xayr, salomat bo'ling.